Assalomu alaykum sizlar bilan ilk do'stlar. Bugungi video roligimizda payshanba kuni bo'lganligi uchun bugun FC Mobile o'yinimizga Bavariya klubining afsonalari qo'shilgan. Misol olsak, Erling Kan golkiper Baradali's afsonaviy. Undan tashqari yana kuchli o'yinchilar kelgan va davlatlar tarixi bo'lingan Niderlandiya qo'shilgan. Biz bugun bir nechta paklar ochib ko'rib chiqamiz, o'rganib chiqamiz. Buni biz mana buni olishdan boshlaymiz. Bizga 9600 jami bo'lib bizda hozir 11000, deyarli 12000 ta bor. Mana bu yerga kirib olamiz va bu yerdan sovg'alarni olib chiqamiz. Bir nechta sovg'alar beriladi. Endi keyingisini qilamiz. 1000 ta o'yin kuchaytirib beradigan obodlik qo'shib bo'ladi. Buni ham olsak bo'laveradi. Aytgancha bugun bizning maqsadlarimizdan biri mana buni 500 yoki 600 ta qilib olish. Agar qilib olsak ajoyib bo'ladi. Endi Niderlandiya pakini ochamiz. Agar pak bo'lsa, ketdik. Standart pak ekan. O'yinchilar bermadi normalnik o'yinchi. Mayli. Hop, endi start pasga kirib nima olsak bo'ladi. Hop, yana nimalar qilsak bo'ladi? Aktivistga chaqirishmoqda. Yangi Universals aktivist. Bu o'yinchi mayli. Keyinlar endi FC Mobile Bavariya Gallows erasiga kirib olamiz. Gallows erasidan birinchi o'yinda galleriya bo'limiga o'tamiz. Qolgan narsalarni keyin ko'rib chiqamiz. Hozirda bizda Liverpoolda ekanmiz. Chiqib ketamiz bu yerdan. Va bu yerga qaytadigan bo'lsak, bu yerdan birinchi ko'rsatilgan Luki O, braziliyalik o'yinchi. Va statistikasini ko'rib turibsiz, ajoyib ikon o'yinchi. 3.5 va Frank Ribery. Bu bilmadim qayerlik, to'g'risi Fransiyalik ikon 5.5 o'yinchi, oyog'i 5.5 ekan. Va bu yerda ham kelgan Heta Lizarus, fransiyalik ikon o'yinchi. Bu yerda Oliver Kahn, Germaniyalik o'yinchi. Yaxshi. Qo'ygan Samas o'qiy olmadimiz. Buni Germaniyalik o'yinchi ikon bu ham. Meni eng ko'zimni tortadigan narsa bu yerda hozirda Robert Lewandowski. Statistikasiga bo'lishi mumkin emas. Bir dona o'yinchi lineykaning o'rniga olib olishim kerak. Hech bo'lmaganda shu bilan Baradali's olish kerak. Hech bo'lmaganda. Hozirda ko'rib turibsiz, nega bu yerda bu turibdi deb o'ylasangiz, Roberto Lewandowski ham oldilari o'ynagan. Hozir men o'zimga golkiper tanlamoqdaman. Golkiper kerak bizga, o'zimizga yaxshiroq golkiper olsak ajoyib bo'lardi. Biz Leva olganmiz ekan. Ham bor ekan bu yerda. 300 ta bor hozir. Soni ham shu endi keyla bir nechta. Bu yerdan ham ochib olamiz. Free ketdik. Omadimiz kelib, atya bir pul berib qolsa ham zo'r bo'lar edi. 350 000 pulga ham ko'p narsa olib yuborsa bo'ladi. 15 000 pul. Hech narsa qilmaydi. Mayli. 15 000 jam bo'lib 17 000 pulimiz bor, xolos. Atya bir 350 000 ni berganda ham yaxshi edi. Kedilarni qaytalik Gallows erasining Bavariya bo'limidagi bir nechta zadanalarni ko'rib ochib chiqamiz. 2 donasini ochib olamiz xolos. Hozirda bizga 150 ta berishar ekan, bizda hozir 1700 ta bor. 1900 ta jami bo'lib adashmasam. Endi esa 100 ta game olsak ham bo'laveradi. Keyingilari bu yerda
2000'te 300'tü kütülmoqda. Bu yerda bu kütülmoqda. 2000'te orada kütülmoqda. Gerçi bu yerda ham ajoyib kelibdi. Mayli. Endi biz Rezervandi davlatlar tarixiga o'tib oladigan bo'lsak, savol javob kelibdimi? Mayli, B'ni bosamiz. Bitta B'ni bossak, yurib ketsa bo'ladi. To'g'rimi hozir shunaqa qilib? Lekin birinchi matchga 500 ta, 3 matchga 300 ta, 4-chi matchga buni berar ekan. Hozirda bizda давайте 500 ta berar ekan birinchi matchga. Bitta shuni o'ynaymiz. Texnik nosozliklar uchun uzr, mana bu yerga qo'ya olamiz. Unda boshladik. Luka Modric, Depul, Luka Modric, ajoyib o'yinchi. Messi, Militao. Shu o'yinchilarni ko'pchilik adashtirar ekan. Kevel olib qo'yishdi. Patket. Roberto Carlos yurmoqda. Roberto Carlosning 4-marta texnik uzilishlar bo'lib qolmoqda. Deb borganini qarang-da buni. So'ski. Olmoqda. O'tkazib olmoqchi edi. Hop. Yusho. Pushga tepadek o'xshardi. Voy, oyog'i yetmadi baribir. Kartaga ham nazar solinglar. Kartaga ham nazar solib turinglar. Barbon o'zi qaraydi, shaqqilatadi hozir. O'sha Martinez turibdi. Yo'l urishgan bo'lmoqda. Opa. Oxirgi sekund turamiz. Endi ular boshlasa o'yin tugaydi. Depul. Argentina jamoasiga qarshi o'ynadik hozir biz. Lionel Messi ajoyib. Va endi bizga kerak bo'ladi 500 ta. Jami bizda 2000 ta dan oshiq 3 ta match o'ynash kerak ekan. Buni har kuni o'ynasa bo'ladimi? Buni shunaqa qilib hozir 9 soatlarda o'ynasa bo'lar ekan xolos. Bitta ko'raylik oldim uni. Biz hozir 200 ta bo'lgani uchun 200 taga nima qilsak bo'ladi? 200 taga bag'dan Kesdagi buni olganim yaxshimi yoki buni olganim yaxshimi? Mayli, mana buni olamiz. 450 taga xudo xohlasa keyingi safar olamiz faqat bularni. Endi biz paklarga o'tamiz. Поехали. Давайте endi birinchi o'rinda kunlik pakdan boshladik. Atakan tushib qolsa ajoyib bo'ladi. 300 ketdik. Yurdik bo'lsa bo'ladi.
yurmadi afsuski. Black Freeze'dan bir dona ochib ko'ramiz. Aka CDM churib qo'ysak ajoyib. Yo'q, bunda ham yurmadi afsuski. Adashmasam. Da yurmabdi. Yana bitta ochamiz. Qaysi davlatni ko'rmadik-da, lekin baribir CDM icon chiqsa o'sha bo'l baqircha qilaringlar. Ha, bo'ldi. Boshladik. Поехали. Yurmayapti-yu bu. Germany chiqish kerak hatya. Ha, yurmadi afsuski. Shu videolarimda 1-2 marta o'xshab qoladi lekin. Ochko bermayapti, mayli. Siqilmaymiz. Chetida tekinlik paket ham bor edi. Shuni ochib qo'yaylik kerak bo'ladi bizga. Tekinlik paketni ham ochamiz mana. Mana 2 marta ochsak tugaydi tekinlik paket. O'tdan tekinga naqal ochsa ham bo'larkan, mana uni ochish kerak. 40 ta. 15 tasi. 15 tasi. Bittadami yoki qo'shsam nima bo'ladi? 15 ta ochsa bo'lar ekan demak. Yaxshi. Keyingisini olib chiqamiz. Bu ham shu ahvol. Bu lekin seriozliroq ekancha. Buni jamiga 20 taga 10 tadan ochsa bo'lar. 5000 ta. Bunga ham shu. Mashg'ulot o'tsangiz tekinga paklar 114 dan 115 gacha pak. Keyingisi 113 dan 112 dan 110 shu paklarga chiqamiz. Qani amma shuni bo'lmaydan klan sanalarga rival kelgan. Ko'rib chiqaylik statistikalarda. Statistika Saudiya Arabiston. 5000 taga nima bor bizga? 5000 taga non bormi? Medali paklar. Shunisi kerak emas. Mayli endi o'yinchilar kuchaytirib qolaylik kelinglar. Cho'zilib ketdi juda ham. Liverpool komandamizni ko'taramiz. Qaysi bir o'yinchini kuchaytirsak bo'ladi bu yerdan? Ibabonimi? Statistikasini ko'raylik buni. Roberto Carlos. Bemalol kuchaytirsak bo'ladi. Ketdik Roberto Carlosni kuchaytirgan. %99% lamada o'ynash mumkin va oxirgi kart full Roberto Carlos. Dribbling qo'shamiz. Ketdi. O'sha lama bilan labada o'ynayveradi bo'ldi. Roberto Carlos o'zi full. 30 Roberto Carlos. Yana qaysini kuchaytirsak bo'ladi? Давайте ikkita strikerni kuchaytiramiz. 400 ta o'yinga ketdi. Bo'ldi, bu ham kuchaydi. Endi Milatoga to'g'ri. Teng kuchaytirmoqdamiz hammasini. Bir-biriga o'tib ketgani yo'q hech qaysi. Ana uni kuchaytirsam hech bir kuchaytirgan bu kuchaytirsa bo'larmi? Yo'q. Vakillar sotilib yo'llab chiqiladi. Lekin gap yo'q lekin Roberto Carlos o'zi full. 30 ta ketarkan. Qanday 30 ta qo'ramiz. Aytgancha ekstra pak ham bir ekstra paklarni ham ochib ketaylik kelinglarda.
Hech narsa yo'q. Bitta 15 minutga ketarkan, ko'ramiz. 15 minutga ketsa kerak-da pul yig'ish kerak endi. Kelajakda qurish kerak deydi-ku. Biz buni mingta ketgan popdimi? 108 liklar ham endi mingta ketarkan. Yaxshi. Bu bunday emas, chunki bu kuchaytirilgan variant. Ketdik, 4 mingtadan necha mingta ishlay olar ekanmiz. Voy 5 mingtalikka bitta yetmay qoldi-ku. Bunaqangi kart olgan bo'lardik. Ocha beraylikchi bir gap ketdik. Bir 106. 112 tutsa zo'r bo'lardi. 108 bas. Shu ham o'zining vaqtida odamni zeriktirib tashlagan edi, chiqaverib. To'g'risi. 108liklarda. Oxirgi paket ketdik. 109liklarni endi tekinlikni ham berdik-da. Kerak bo'lib qoladi. Eng qizig'i Niderlandiyadan vanjik kelgan. Shunga e'tibor bermabmiz-da. Bu yerda nima bor ekan? Bu ketdik. Footwears 109. Hozirgina bura boshlaydik. Minus turishida, minus. Turist bor bizda hozir. Qolgan narsalarni ko'rsatishim mumkin emas menimcha, ko'rsataveraymi. Mayli, ko'rsataveramiz, kelinglar. Futbol center. Nima kelganini ko'ramiz futbol centerga. Va keyingi videoda shuni olamiz. Keyingi video bir haftadan so'ng chiqadi. Shuriga ishlamay qo'ygan qaranglar. Ajoyib. O Bruzonli o'yinchilar kelibdimi? Martinez, ochila. 108 ta ham yaxshi ekanda, ochila. Katta ko'raman, qiziqdim. Nechta kelibdi 110lik kartlarimiz. Ochilmadi-ku. Ochila. Assalomu alaykum. Martinez kelibdi. Foden ham kelibdi. Buni qiynalar ekanmiz. Menimcha qiynalamiz. Nega desalaring, bu 110lik kartlarning narxi 900 ta. Agar men 108 ta ham bosgan bo'lsam, 200 taga o'ynashim mumkin ekan. 200 ta. What's new da bosilikcha qani nimalar bor ekan. Rice. Kemat. Bu yerda o'yinlar biroz ko'tarilgan. Fotoga o'tamiz. Bu yerda o'sha o'yinchilar. Kerak emas o'yinchilar tiqishgan. Eng qizig'i kerak emas o'yinchilar. Klevus era.
Ya hozir bilagayda yo'q bizda. Ishtiyoq yo'q. Challenge bodiga yangi narsa keldimi? Yo'q. Bunga ham kelmagan bu yergachi. New Zelandiya yo'q. Bular 27 kundan keyin ketadi ekanda. Zlatan Ibrahimovic sonalardan biri. Bularni o'ynab qo'yish kerak, lekin o'yin chapterda o'ynaganmiz yaxshi o'ynab. Shu chapterda o'ynab kengasini ham tugatib. O'zli Zlatan Ibrahimovic olish kerak. Unda video emas. O'z maqomiga yetdi. Sizlarda vaqt, qimmatbaho vaqtlarni olganim uchun uzr so'rayman. Ashibga yo'q. Ishini qo'shgan yaxshi. Короче, sizlarga qimmatbaho vaqtlarni olganim uchun uzr so'rayman bilingga. Kattakon rahmat. Sog' salomat bo'lib yuraveringlar. Bo'ldi o'sha. Hammaga xayr.